Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar, aziz yurtdoshlar. Ko'p vaqtdan beri biz aynan jurnalistika sohasida o'zbek xalqi uchun qo'limizdan kelgancha qiyin holatlarda yelka tutib kelyapmiz. Lekin bu safardagi holat biroz boshqacha. Aydanda biz Namangan viloyati Kosonsoy tumanidamiz va kosonsoylik bir qadrdonimizni, vatandoshimizni oilalaridanmiz. Aynan mana shu do'stimizni, vatandoshimizni jigar xastaligi bilan og'ir holatda yotganini eshitib, bu uyga tashrif buyurganmiz. Bu jigar plantatsiyasi O'zbekistonda iloji yo'qligi uchun shifokorlar Hindistonga borishini tavsiyasini bergan. Lekin bu operatsiyaga $30,000 pul ketar ekan. Hurmatli vatandoshlar, biz ulug' ayyom kunlari, Qurbon hayiti 2-kunida turibmiz. Aynan bugun biz qilgan ehsonimiz 100 barobar Alloh tomonidan qaytishni va'dasi bor. Har bitta ehsoningizga Alloh jannati bilan va'da bergan. Hozir mana shu oilada mana shu 3 nafar go'dakcha. Faqat bularni bittasi hozir oldimizda emas, otasiga hali to'ymagan holatda ko'zi yonib turibdi. Agar biz qisqa vaqt ichida qo'limizdan kelgancha mana shu oilaga ehsonimizni qilsak, shu vatandoshimizni tuzalib ketishiga hissamizni qo'shgan bo'lamiz. Va mana shu go'dakchalarni yetim bo'lib qolishini oldini olgan bo'lamiz. Ajab emas, biz sababchi bo'lib qolib, shu inson ko'proq yashasa. Albatta imkoniyatingiz bo'lmasa Alloh yo'lida duo qilib qo'ying. Mana shu videoni iloji boricha tez tarqalishi uchun, kerakli joylarga yetib borish uchun tarqating. Alloh hammangizdan rozi bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar. Men Namangan viloyati Kosonsoy tuman Navruz mahalla fuqarolar yig'ini raisiman. Haqiqatan ham quyidagi videoda ko'rganingizdek, Navruz mahallasida Shayxxon Bositxon ukamiz jigar xastaligi bilan bemorlar haqiqatan ham o'sha vatandoshlardan iltimos qilib qo'yardiki, o'sha Saxovat Besha homiylarimizdan bu kishini o'sha tuzalib ketishlariga va oilalariga qaytib kelishlari uchun albatta o'zingizni hissangizni qo'shasiz degan umiddamiz. Albatta biz mahalliy yetkazilgan qo'ldan kelgancha hozirgi kunda harakat qilib turibmiz, qo'ldan kelgancha yordam qilib turibmiz va sizlardan ham o'sha biz qilayotgan yordamga ko'maklashib yordam qilishlarini so'rab qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Hurmatli vatandoshlar, mana onamiz farzandlarini xastaligi uchun Allohdan so'rab, tuzalishiga shifo so'rab turibdilar. Qo'ldan kelgancha shu do'stimizni tuzalib ketishiga ozgina hissamizni qo'shaylik yaxshi kunlarda. Barchangizdan Alloh rozi bo'lsin.